Tillarni yaxshi ko'radigan opa-singillarimiz uchun tilla rangdagi turetskiy fasondagi stol. Qop-qora jentrasi bor aka-ukalarimiz uchun qadrdonlar, qora fasondagi, ya'ni qora rangdagi turetskiy stol. Ko'ngli oppoq aka-uka opa-singillarimiz uchun oq rangdagi turetskiy fasondagi stollar eng arzon narxlarda. Bu yerda xolasangiz 4 talikdan boshlanib 20 talikgacha yasashib berishaveradi. Klassik janrda ishlangan, ya'ni yog'ochdan ishlangan, listvakdan ishlangan yumshoq stolimiz. Oshxonalarga qo'ysalar juda ham zo'ridan bo'ladi. Materiallari mo'yishi, buni xolasangiz 4 talik, 6 talik, 8 talik ham tayyorlashib berishaveradi. Ko'rib turganlar qadrdonlar 6 talik narxi $450. Vodiy bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin. Xohlagan rangingizdan tayyorlashib berishaveradi. Buni opalarimiz zakaz qilishgan ekan, mehmonxonaga 10 talik, bunimizning narxi $550. Oppog'idan xolasangiz qop-qorog'isidan ham tayyorlashib berishaveradi. Mana bu tilla rangdagi turetskiy fasondagi stolimiz. Bunimiz qadrdonlar 8 talik bo'ladi. Bunimizning narxi $290 dan. Xohlasangiz mana bunday bu qanaqa deb nomlanadi? Joziba fason. Joziba fason, buni o'sha ko'proq oshxona, restoran, kafelarga olishadi. Bunimizda 8 taligi $140, 6 taligi $110, xolasangiz 4 taligini ham yasashib berishaveradi, narxi $80 dan. Mana bu turetskiy fasonlarimiz ko'rib tursa, ko'proq o'sha oshxona, restoran, kafelarga olishyapti ekan. Buni ko'rib tursa, narxi keladigan bo'lsak $175. Xohlagan rangingizdan zakaz beraverasiz. Kimga kerak bo'lsa, uzun stollardan tayyorlashib berishaveradi ekan. Kachilalarimizga keladigan bo'lsak, kilosi 300 kilogacha ko'taraveradi. 2 kishilik bunimizning narxi $2100. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin. Agarda bozor va biznes kanalidan chiqdim desang, chiroyli qilib bonuslarni beradi. Tamom.